بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد o'tgan suhbatimizda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning 40 yoshga yetganlarida Alloh subhanahu va taolo u zotni butun bashariyatga payg'ambar qilib yuborganliklari xususida muallifning gapi kelib to'xtagan joyda biz ham suhbatni to'xtatgan edik. Muallif shu yerda o'tgan zamonlarda, ya'ni johiliyat zamonida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni payg'ambarliklari kelishlaridan ilgari ahli johiliyat nimalar bilan mashg'ul bo'lganliklari xususida bir ikki og'iz so'z olib borishni ma'qul topib shularni aytadi. وَاعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ لَا عُذْرَ لَهُمْ فِي تَرْكِ رِسَالَةِ اللَّهِ لأن الرسالة عمت بني آدم كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Bilingki Alloh subhanahu va taolo sizni o'z rahmati bilan chulg'asin. Johiliyat ahli Alloh subhanahu va taoloning risolasini tark qilishda hech qanday uzrga ega emas. Ularning uzri qolmagan. Chunki payg'ambarlik butun odam farzandini chulg'ab, qamrab olgan. Alloh subhanahu va taolo va in min ummatin illa khala fiha nadir deb Fotir surasida marhamat qiladi. Biron bir ummat o'tmaganki, ularda albatta o'tgan bo'lsa ogohlantiruvchi payg'ambar ham o'tgan. Nahl surasida yana shunday deydi: biz barcha ummatga payg'ambar yuborganmiz. yakka Allohga ibodat qilinglar, tog'utdan, ya'ni Allohdan o'zga ma'budotlardan uzoq bo'linglar degan buyruq bilan barcha ummatga payg'ambar jo'natganmiz deydi. Keyin muallif so'zida davom etib shunday deydi: va aslu zalika ma zakarallohu annahu lamma ahbata adama wa man ma'ahu min al-jannati qala subhanahu qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan wa fil ayati al-ukhra faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa hudahu alladhi wa'adana bihi هو إرسال الرسل وإنزال الكتب وقد وفى بما وعد فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فتوارث بنو آدم العلم والهدى عن أبيهم آدم عليه السلام. Buning qoidasi shuki deydi muallif. Buning asli, ya'ni Alloh subhanahu va taolo barcha ummatga payg'ambar yuborganligining asli qoidasi shuki, Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni jannatdan yerga tushirib, keyin shunday xitob qilgan edi: biz ularga, ya'ni Odam va uning zurriyotiga yerdan barchangiz jannatdan Odam alayhissalom va momo Havvoga barchangiz jannatdan yerga tushinglar. Sizlarga men tarafdan hidoyat yetadigan bo'lsa, deydi Sura Tohoda, Sura Baqarada. Sura Tohoda esa sizlardan kimiki mening hidoyatimga ergashadigan bo'lsa, adashmaydi ham, badbaxt ham bo'lmaydi degan oyatni keltiradi. Endi bizga
Odam alayhissalom orqali bizga va'da bergan hidoyati bu payg'ambarlarni yuborish va kitoblarni nozil qilishdir deydi muallif. Alloh subhanahu va taolo bu qilgan va'dasiga vafoni qilib payg'ambarlarni ogohlantiruvchi va xursandlik xabarini beruvchi qilib yubordi, toki odamlar uchun Alloh subhanahu va taologa payg'ambarlar yuborilganidan keyin hujjat qolmasligi ma'lum bo'lishi uchun, hujjat hech qanday qolmay qolishi uchun. Odam farzandlari Odam alayhissalomdan, otalari Odam alayhissalomdan kelgan bu ilm bilan hidoyatni meros qilib avloddan avlodga qabul qildilar. Har bir avlodlarida payg'ambarlar kelaverdi deydi muallif. Keyin muallif Ibn Abbos radhiyallohu anhudan kelgan bir muhim bir asarni keltiradi. Aytadiki, qala qatadatu an Ikrimata an Ibn Abbas radhiyallohu anhuma qala kana bayna Adam wa Nuh 10 qurun kulluhum ala shari'atin min al-haqq فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فكان أول من بعث نوح عليه السلام. Qatoda ibn Dioma degan tobiinlardan bo'lgan kishi o'zlarining ustozlari Ikrima Mavlo ibn Abbos bo'lgan, ibn Abbosning xodimlari bo'lgan Ikrimadan rivoyat qilib, Ikrima esa o'zlarining ustozlari ibn Abbosdan rivoyat qilib shunday deydilar ibn Abbos: Odam alayhissalom bilan Nuh alayhissalomning oralarida 10 ta asr o'tdi. 10 asr o'tdi. Bularning barchasi haqiqatdan iborat bo'lgan Allohning shariatida edi. Shundan so'ng ular o'zgarib ixtilof qilib ketdilar. Ana o'shanda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni yaxshilik xabarini beruvchi va ogohlantiruvchi qilib jo'natdi. Birinchi bo'lib payg'ambar bo'lib jo'natilgan kishi Nuh alayhissalom bo'ladilar dedilar Ibn Abbos radhiyallohu anhu. Ya'ni o'sha ixtiloflar boshlangandan keyin birinchi bo'lib payg'ambar qilib jo'natilgan kishi Nuh alayhissalom bo'ladilar. Va hakada qala Mujahid va g'ayru wahidin min as-salaf. Ibn Abbosning yana bir shogirdlari Mujohid rahimahulloh ham va boshqa salaflardan ko'pchilik shu fikrni, mana shu Ibn Abbos aytgan fikrni aytadilar deydi muallif rahimahulloh. Keyin muallif yana Imom Buxoriy keltirgan, o'zlarining sahihlarida keltirgan bir rivoyatni olib keladi. Wa kana awwala ma kadahum bihi ash-shaytanu min ta'zim as-salihin. وكان أول ما كادهم به الشيطان من تعظيم الصالحين كما ذكر الله ذلك في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا الآية أن هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت وصارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. Birinchi bo'lib shayton insonlarni o'z makri ila yo'ldan burgan narsasi solih kishilarni o'zlarini martabalaridan ko'ra balandroq qilib ulug'lash bo'ldi deydilar muallif. Mana buni Alloh subhanahu va taolo Nuh surasida shunday keltiradi deb Nuh surasidagi oyatni keltiradi. Ular
ya'ni Nuh alayhissalomning qavmlaridan keyin kelgan, ancha avlod keyin kelgan kishilar aytdilarki, ma'budalaringni, olihalaringni hech ham qo'ya ko'rmanglar. Vadni ham, Suvo'ni ham, Yag'usni ham, Ya'uqni ham, Nasrni ham hech qo'yib yormanglar, mahkam shunga ibodat qilinglar deyishdi, deydi Alloh subhanahu va taolo Nuh surasida. Imom Buxoriy o'zlarining sahihlarida Ibn Abbos radhiyallohu anhudan shu oyatning tafsirida so'zlarini keltiradilar. Imom Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, bu yuqorida o'tgan ismlar Nuh alayhissalomning qavmining solih bo'lgan kishilarining ismlaridir. Ular dunyodan o'tib ketgach, shayton ularning qavmlariga, o'sha solih kishilar o'tib ketganlaridan keyin ular o'tiradigan majlislariga, ilgari tirikligida o'tiradigan majlislariga haykallar, monumentlar, nusub deb monument, hozirgi zamondagi monument, haykalga o'xshagan kishini hamma gavdasi qo'yilmaydi-yu, lekin beldan tepa qismi yasaladigan narsaga nusub deyiladi. O'shanaqa qilib turib, ularni ilgari tirikligida o'tiradigan joylariga qo'yib qo'yinglar degan maslahatni shayton ularga kiritdi. Ularni nomlari bilan atab qo'yinglar o'sha monumentlarni, haykallarni. Ular shunday qilishdi. Ularga hech qanday ibodat qilinmadi ularning zamonida. Shu haykal yasagan kishilarning zamonida hech qanday ibodat bo'lmadi. Keyin Ibn Abbos radhiyallohu anhu davom etib aytadilarki, bular o'lib ketgach va ilm butunlay hukmi yo'q bo'lib ketgach, ya'ni bularning inson ekanligi, solih odamlar ekanligi, bular ham o'zlariga o'xshagan odam ekanligi yo'qolib, butunlay johiliyat paydo bo'lib ketgach, o'sha odamlarni shu haykallari ibodat qilinadigan bo'ldi deydilar Ibn Abbos radhiyallohu anhu. Demak, muallif aytadilarki, Nuh alayhissalomni qavmlaridagi bo'lgan o'sha butlar, bu o'sha tepadagi ism egalari bo'lgan solih kishilarni haligi haykallari keyinchalik arablarning ichidagi butlarga aylanib ketdi deydilar. Keyin muallif o'sha tepadagi ismi kelgan Alloh subhanahu va taoloning Nuh surasidagi aytgan o'sha Vad, Suvo', Yag'us, Ya'uq, Nasr butlarini qanday, qaysi qavmga qarashli ekanligini aytib o'tadi. Muallif shunday deydi: Amma Vaddun fakanat likalbin bidumatil jandal. Ammo Vad degan timsolga kelsak, Vad degan haykalga, Vad degan butga keladigan bo'lsak, Kalb qabilasining buti edi bu. Dumatul Jandal tarafidagi, ya'ni Urdunga yaqin joydagi Kalb qabilasining buti hisoblanar edi arablarda keyingi paytlarda. Va amma Suwa'un fakanat li Hudayl. Suwa' buti esa Hudayl qabilasining buti hisoblanar edi. Va amma Yag'us fakanat li Murad thumma li bani G'utayf bil Jurf 'inda Saba'i. Yag'us buti esa Murod qabilasiga, keyin Banu G'utayf qabilasiga tegishli edi. Jurfdagi o'sha Saba qavmini oldidagi Jurf tomondagi Banu G'utayf qabilasiga tegishli edi. Va amma Ya'uq fakanat li Hamdana. Ya'uq buti esa arablarning shimolida joylashgan, o'sha sharqida joylashgan, shimoli sharqida joylashgan, Iroq tomonida joylashgan Hamdon qabilasiga qarashli edi. Va amma Nasrun fakanat li Himyarin li ali Zil Kila'i. Nasr buti esa
Himyardagi, ya'ni Yamanning Himyar qabilasiga qarashli edi. O'sha Himyar qabilasining ham Al-Zil Qilo', ya'ni Zul Qilo' degan shohiga qarashli edi. Ya'ni qabilaning bir qismi bo'lgan Zul Qilo' oilasiga qarar edi. Keyin muallif o'sha oyat, tepada o'tgan oyatni tafsirida kelgan boshqa rivoyatlarni ham keltirib o'tadi. Aytadiki: "Warawa Abd ibn Humayd an Muhammad ibn Ka'b fi qawlihi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an qala kanu qauman salihin bayna Adam wa Nuh fanasha'a qaumun ba'dahum ya'khudhuna li akhdhihim fil 'ibadah faqala lahum iblis law sawwartum suwarahum tanzuruna ilayhim فصوروها ثم ماتوا فنشأ قوم بعدهم فقال لهم إبليس إن الذين كانوا قبلكم كانوا يعبدونها فعبدوها." Abd ibn Humayd degan muhaddis o'zlarini, bu kishi Abd ibn Humayd Imom Buxoriyni zamondoshlari bo'lgan kishi bo'ladilar. O'sha kishi o'zlarini Musnad kitoblarida Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi tobiindan bu oyatning tafsiridagi ushbu so'zlarini keltiradi. Bular, ya'ni tepadagi ismi o'tgan oyatda ismi o'tgan kishilar Odam alayhissalom bilan Nuh alayhissalom o'rtasidagi solih qavmlar edilar. Ular o'lib ketganlaridan keyin bularning ibodatidagi tirishqoqligini ushlaydigan, bularni yo'lini mahkam tutadigan qavm yetishib chiqdi. Shunda iblis ularga kelib, sizlar bularni suratlarini chizib qo'ysanglar, qarab turardinglar degan maslahatni berdi. Ular chizib qo'ygan kishilar o'lib ketishdi. Ya'ni ularni suratlarini chizib, qarab, o'shalardan ilhomlanib ibodat qiladigan bo'ldilar Allohga. Suratlarini chizganlar o'lib ketdilar. Undan keyin boshqa qavm paydo bo'ldi. Shunda iblis ularga kelib, sizlardan ilgarigi o'tgan ota-bobolaringiz bu suratlarga ibodat qilar edilar dedi. Shunda bular ibodat qilib ketdilar, deydilar Imom Muhammad ibn Ka'b al-Qurazi. وروى ابن جرير عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. Ibn Jarir, Imom Ibn Jarir mufassirlarni otasi hisoblanmish, eng mufassirlarni birinchilaridan hisoblanmish Imom Ibn Jarir at-Tabari o'zlarining tafsirlarida Muhammad ibn Qays degan tobiindan ushbu yana bir rivoyatni keltiradi. Yag'us, Ya'uq, Nasr degan kishilar Odam farzandlarining solih kishilari edilar. Ularning juda ko'p ergashuvchilari bo'lib, izdoshlari bo'lib, bu kishilarga, bu solih kishilarga iqtido qilar edilar, ergashar edilar. Bu solihlar o'lib ketganlaridan keyin o'sha iqtido qilib yurgan, solihlarga ergashib yurgan kishilar o'zaro maslahatlashishdi. Shu o'tgan domlalarimizni suratlarga solib, ya'ni chizib, suratlarini chizib osib qo'yadigan bo'lsak, bizga ibodatga shavqliroq, bularni eslaganimizda ibodatimiz yana ham kuchliroq bo'lar edi deyishdi. Bular o'lib ketganlaridan keyin, ya'ni bular o'sha suratlarni chizib, o'shalarga o'zlarining ustozlariga qarab ibodat qilib o'tib ketganlaridan keyin boshqa qavmlar, keyingi avlod keldi. O'sha keyingi avlod kelganida iblis ularga qarab keldida,
bu ota-bobolaringiz bu tepadagi suratlarga ibodat qilar edilar. O'sha suratlar orqali ularga yomg'ir yog'ilib berilar edi, dedi. Shunda ular unga ibodat qilib ketdilar, deydilar Imom Ibn Jarir Muhammad ibn Qaysdan rivoyat qilib. وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف كان هؤلاء قوما صالحين من قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل وهما اللتان أشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ابن القيم رحمه الله o'zlarini Ig'osatul Lahfon degan kitoblarida shunday deydi muallif. O'tgan salaflardan bir nechtalari shunday deydilar. Yuqoridagi solih kishilar Nuh alayhissalomning qavmlaridan iborat juda taqvodor kishilar, solih kishilar edilar. Ular o'lganlaridan keyin qabrlariga qattiq mukkasidan ketdilar. Keyin ularning timsollarini, ko'rinishlarini suratga solib chizdilar. Keyin oradan vaqt o'tib, yillar o'tib, avlodlar o'tib ketgach, ularga ibodat qilib yubordilar. Bular o'sha ibodat qilib yuborganlar ikkita fitnani bir joyga to'plagan edilar. Ya'ni ikkita odam aldanib qoladigan narsani bir joyga to'plagan edilar. Fitnatul qubur, qabrlar bilan aldanib qolish hamda timsollar bilan aldanib qolishdir. Bu ikkalasiga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlarini hadislarida shunday ishora qiladilar. Imom Buxoriy keltirgan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha o'tgan qavmlarni aytib turib, ulardan o'zlarini ummatlarini ehtiyot bo'lishga chaqirib turib shunday deydilar. Ular deydilar, agar o'zlarini orasida bir solih odam yoki solih banda vafot etadigan bo'lsa, qabriga masjid qurib, shunaqa suratlarni chizganlar. Bular Allohning huzurida qiyomatda mahluqotlarni, yaratilgan narsalarning eng yomonlari, xalqning eng yomoni shular bo'ladilar, deydilar Imom Buxoriy keltirgan hadisda. Keyin muallif bu borada ancha gapni yana ziyoda qilib turib, Kalbiydan, muarrix, tarixchi Kalbiydan keltirgan hikoyani ham keltiradi. Ya'ni tarixchi keltirgan hikoyani bu yerda keltirib o'tishni ma'qul topadi. Muallif shunday deydi: "Wa qala al-Kalbi kana ha'ula'i qauman salihin famatu fi shahrin fajazi'a 'alayhim dhawu aqaribihim fasawwaru suwarahum. قال فكان الرجل يأتي أخاه وابن عمه فيعظمه حتى ذهب ذلك القرن ثم جاء قرن آخرون فعظموهم أشد من تعظيم الأول ثم جاء القرن الثالث فقالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم فعبدوهم فلما بعث الله إليهم نوحا وغرق من غرق أهبط الماء هذه الأصنام من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة فلما نضب الماء بقيت على الشاطئ فسفت الريح عليها حتى وارتها." Bu yuqoridagi kishilar solih qavmlar edilar. Ular bir oyda o'lib qoldilar. Shunda ularga qarindoshlari juda qattiq g'am chekishib, ularni suratlarini chizib qo'ydilar eslatib turish uchun. Haligi qavmlarga yaqin bo'lgan odam o'zini birodarini, o'zini akasini yoki
amakisini o'g'lini yoniga kelar edida, suratini oldiga kelib, juda ulug'lab qaytib ketishar edi. Hatto bu o'sha suratlarni chizgan asr dunyodan o'tib ketdi. Keyin yangi bir asr, yangi bir avlod yuzaga keldi. Yuqoridagi avlodlarga qaraganda bu avlod qattiqroq ulug'laydigan bo'ldilar o'sha suratlarni. Keyin u avlod ham o'tib ketdilar-da, keyingi yangi avlod keldi. 3-avlod keldi. 3-avlodni ichida gap bo'lib o'tib aytishdiki, bu yuqoridagi bizni ota-bobolarimiz bularga ta'zim qilishini sababi bularni shafoatlaridan umid qilganlar deyishdida ibodat qilishga o'tib ketishdi. Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhissalomni yuborganida payg'ambar qilib, hamda payg'ambar qilib yuborganlaridan keyin u Nuh alayhissalom barcha o'zlarini bo'ynilarida bo'lgan vazifalarini ado etib g'arq bo'lib ketganidan keyin suv o'sha asnomlarni, o'sha butlarni yerdan yerga o'tkazib, yerdan yerga surib, oxirida Jidda yeriga olib kelib tashladi. Suv qurib ketgach, qirg'oqda qoldi bu butlar. Butlar qirg'oqda qolgandan keyin shamol buni ustida o'ynab qum sochib, bekitib butlarni ko'rsatmay yubordi. Kalbiy so'zida davom etib aytadiki, قال وكان عمرو بن لحي سيد خزاعة كاهنا وكان له رئي من الجن فأتاه فقال عجل السير والضعن من تهامة بالسعد والسلامة ائت جدة تجد فيها أصناما معدة فأوردها تهامة ولا تهب ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. Amr ibn Luhay yuqorida ilgargi suhbatlarimizdan birida bu Xuzoani boshlig'i sayyidi bo'lgan Amr ibn Luhayni Arabiston yarim oroliga birinchi bo'lib butlarni keltirgan kishi deb aytib o'tgan edik. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu odam haqidagi jahannamdagi holatini ham zikr qilib o'tgan edik. Kalbiy aytayaptiki, Amr ibn Luhay Xuzoani sayyidi kohin qushnoch edi. Folbin edi. Uning ko'rinib yuradigan bir jini bo'lardi. Ya'ni o'ziga ko'rinadigan, yordam berib turadigan jini bo'lardi. Shunda u jini bir kuni uni oldiga keldida, Tihomadan qadamingni safarga chiqib tezlat. Baxtu salomat bilan Jiddaga yetib kelgin. Unda sen tayyor butlarni topasan. Shuni Tihoma ya'ni Arabiston yarim oroli. Shuni Tihomaga olib kirgin, qo'rqmagin. Keyin arablarni buni ibodatiga chaqirgin, arablar senga darrov labbay deb javob berishadi degan gapni qildi. Fa'ata juddata fastatharaha thumma hamalaha hatta awradaha Tihama. Fahadara al-hajj فدعا العرب إلى عبادتها فأجابوه. انتهى ما ذكره هشام بن محمد الكلبي. Shunda Amr ibn Luhay Jiddaga keldi. Qumlarni tagidan qo'zg'ab, butlarni chiqarib oldi. Keyin ko'tarib Tihomaga olib keldi. Haj mavsumida hajda qatnashib, odamlarni, arablarni bu butlarni ibodatiga chaqirdi. Ular ijobat qildilar deb so'zini Hishom ibn Muhammad al-Kalbi shu yerda tugatadi. Bu o'zining Kitobul Asnom degan kitobida keltiradi ushbu gaplarni. Vaqila, keyin muallif yana boshqa ba'zi bir rivoyatlarni keltirishga, ya'ni o'sha Amr ibn Luhayni qanday holda butlarni Makka ga olib kelganligini keltirishdagi hikoyasini, boshqa bir hikoyasini keltiradi. Vaqila, bu qila degan yana bir aytildiki boshqa bir rivoyatda degan rivoyatni Ibn Hishom o'zlarini siyralarida keltiradilar. Shundan naql qilyapti muallif.
وقيل إن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مآب من أرض البلقاء وبها يومئذ العماليق، فرآهم يعبدون الأصنام فاستحسن ذلك وظنه حقا، فقال لهم: ألا تعطوني صنما منها فأسير به إلى أرض العرب؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. Aytishlaricha Amr ibn Luhay Makkadan Shom tarafga chiqadi, o'zini ba'zi ishlari bilan. Maob degan yerga, Balqo yerining Maob degan shahriga kelganida, Maob degan joyiga kelganida, bu Urdunga yaqin, Urdun bilan hozirgi Saudiya o'rtasidagi, Urdun chegarasidagi joy hisoblanadi. Maob degan joyiga kelganida, o'sha joyda Amoliq degan qavm hayot kechirar edi. Ya'ni gavdalari juda katta bo'lgan bahaybat kishilar hayot kechirar edilar. Ularning butlarga ibodat qilayotganini ko'rgach, Amr ibn Luhay buni juda yaxshi deb bilib, haqiqat deb o'ylab qoldida, menga birorta bulardan birorta sanamni butni bermaysizlarmi? Men buni Arab yeriga olib borsam dedi. Ular bitta Hubal degan butni taqdim qildilar. Shunda buni Makkaga keltirib bir joyga o'rnatdi-da, odamlarga ibodat qilish uchun, bu butni ta'zimlash uchun buyurdi, deydi Ibn Hishom rahimahulloh. Keyin muallif Ibn Hishomni sharhlagan Imom Suhaylidan ushbu gaplarini naql qiladilar. قال السهيلي: وكان عمرو بن لحي حين غلبت خزاعة على البيت ونفت جرهم عن مكة قد جعلته العرب ربا لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة، لأنه كان يطعم الناس ويكسو في الموسم. عمرو بن لحي خزاعة ilgargi tarix Baytullohni tarixini aytganimizda, Xuzoa bir vaqtlar Baytullohni egallab olgan edi, Xuzoa qabilasi degan edik. O'sha Xuzoa qabilasi egallab olgan vaqtda Xuzoani boshlig'i bo'lmish Amr ibn Luhay juda katta obro'ga ega bo'lib, arablar buni o'zlariga juda katta bir rab sifatida, katta bir tarbiyachi sifatida qabul qilib olgan edilar. Ya'ni Xuzoa Baytullohni egallab, Jurhum qabilasini, Ismoil alayhisalomni qaynota tarafi bo'lmish Jurhum qabilasini Makkadan quvib yuborgandan keyin bu Amr ibn Luhayni arablar o'zlariga rabdek qilib olgan edilar. Ya'ni katta xo'jayin qilib olgan edilar. Bu odam biron narsa yangilikni kiritadigan bo'lsa, doim o'sha narsani qonun qilib ushlab olar edilar. Nima uchun? Chunki bu odam odamlarga taom berib, mavsumlarda ularni kiyintirar edi. Farubbama nahara fil mawsimi 10,000 badana va kasa 10,000 hulla. Ba'zan bir mavsumning o'zida 10,000 ta tuya so'yib, 10,000 ta kiyim tarqatar edi. Hatta qila innahu allatu allazi kana yuluttu as-sawiqa lil hajj ala sakhratin ma'rufa fasummiyat sakhratal lat. Hatto shunday deyilganki, arablarda bir Lot degan but bo'lgan keyingi paytlarda. O'sha butning asli bo'lmish bu odam, shu odam Amr ibn Luhay o'sha butning asli bo'ladi deyishdi. Ya'ni bir toshni ustida hojilarga talqon tarqatib, talqonni maydalab, hojilarga butunlay ovqat tarqatib yuradigan Lot degan odam bo'lgan. Shu odam o'zi asli Amr ibn Luhay. O'sha Lot degan tosh ham shu nom bilan atalgan deyiladi. Ba'zi gaplar, ba'zi qavullarga ko'ra. وقيل إن الذي يلت كان من ثقيف فلما مات قال لهم إنه لم يمت ولكن دخل في الصخرة ثم أمرهم بعبادتها وأن يبنوا عليها بيتا يسمى اللات.
Yana aytishlariga qaraganda, yo'q, Lot degan kishi boshqa odam bo'lgan. Saqif degan, o'sha Toif tarafda turadigan Saqif degan qabilani odami bo'lgan. U o'lganida ba'zilar unga yo'q, bu o'lmagan, toshni ichiga kirib ketgan, shu toshga ibodat qilinglar deb toshni ibodat qildiradigan qilib, o'sha yerga atrofiga, toshni atrofiga Lot degan uyni qurishga buyurgan. Keyin muallif aytayaptiki, va zakara Abul Walid al-Azruqi fi tarikh akhbar Makkah anna Amr ibn Luhay faqa'a 'ayna 20 ba'iran wa kanu yafqa'una 'ayna al-fahl idha balaghat al-ibil 1000 fa idha balaghat 2000 faqa'u 'aynahu al-ukhra. Abul Walid al-Azruqi degan tarixchi Makka xabarlari tarixi degan o'zining katta bir kitobida aytadiki, Amr ibn Luhay 20 ta tuyaning bir ko'zini o'ygan edi. Arablarning odatida, o'sha jahiliyat arablarining odatida, agar kishining tuyasi 1000 taga yetsa, bitta tuyani olib bir ko'zini o'yib qo'yardilar. 2000 taga yetsa, yana bir ko'zini o'yardilar. 20 ta tuyaning ko'zini o'ydi degani 20 mingta undan ham oshiq tuyasi bor edi degani deydilar. Buni bir shoir Rajaz bahrida shunday deb aytganini keyin naql qiladilar. Qala ar-Rajizu va kana shukrul qawmi 'inda an-ni'am kayyus sahihati wa faqul a'yuni. Ya'ni ularni qavmning, ya'ni o'sha jahiliyat qavmining shukri, ne'matlar kelgan vaqtdagi shukri yaxshi bo'lib, sog'lom bo'lib tuyib turgan tuyalarni kuydirishu, ko'zlarini o'yish bo'lar edi deb istehzo bilan shunday deydi. Keyin muallif o'sha Amr ibn Luhayni hikoyasida davom etib, uning haj paytidagi labbaykaga keltirgan qo'shimcha gaplarini va undan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Amr ibn Luhay haqida keltirgan hadislarini va undan keyingi Amr ibn Luhay zamonida bo'lgan tuyalarni qanchalik ba'zi tuyalarni e'zozlab shirk qilib yuborganliklari haqidagi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarini keltirib o'tadiki, bu cho'zilib ketish ehtimoli bo'lganligi uchun keyingi suhbatga qoldirishga majbur bo'lamiz bularni. Hozir esa sizlar bilan xayrlashamiz va sallallohu va sallama va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. O'tadiki, bu cho'zilib ketish ehtimoli bo'lganligi uchun keyingi suhbatga qoldirishga majbur bo'lamiz bularni. Hozir esa sizlar bilan xayrlashamiz va sallallohu va sallama va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.